Siz yaxshi ko'rgan 3-qavatdan sotuvga 2 xonali uy chiqmoqda, kirib yashashga tayyor holatda va joylashuvi ham juda ham zo'r. Frunze massiv shundaqana kaskomda orqasida. 50 metr yursangiz, tennisni kortga 50 metr yursangiz kaskomda oldiga chiqasiz. Lokatsiyani ko'rib tursangiz juda ham yaxshi. Bolalar o'ynashga maydonchasi, parkovkaga ham joy bor. Endi uyni ko'ring. Birinchi xonasi juda ham chiroyli holatda, ya'ni chiroyli ko'zga yoqimli aboylar qilingan va umuman rasxodsiz. Qarang. Shunda narsalarni olib kirib yashashga tayyor. Bu xonada mana servant mavjud, konditsioner mavjud. Bu yerda mana 3 metrli verandasi. Duxkonturniy kotel o'rnatilgan, uyda sistem mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkinchi xonasi. Oshxonani verandaga ko'chirib 3 xona qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda ham remontlar yaxshi holatda, batareyalar hamma joyga o'rnatilgan. Bu tomonda oshxonasi. Oshxonani verandaga olib chiqsangiz, 3 xonada duxkonturniy kotel o'rnatilgan, mana shu ko'rib turilgan narsalar qoladi. Bu tomon tashqaridan kirish qismi, koridor va mana umumiy sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, holatlari yaxshi holatda, ariston o'rnatilgan. Do'stlar, lokatsiyani ko'rdilaring, juda ham zo'r, uyning holati ham juda ham zo'r. Shunaqani kirib yashashga tayyor. Narxi esa egalar tomonidan $29,000 baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar o'z quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'rlarni istiqom etamiz.